Agar sizda doimiy og'riqli jinsiy aloqa bo'layotgan bo'lsa, shu videoni oxirigacha ko'ring. Aslida jinsiy aloqa hech qanday og'riqlarsiz bo'lishi kerak. Lekin og'riqli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qachon og'riqli bo'ladi? Birinchi navbatda qin quruq bo'lganda, bachadonda adenomioz, endometrioz holatlari uchragan, hamda tuxumdonlarda kista bo'lganda, hamda shu kichik chanoq a'zolarida yallig'lanish, infeksiyalar bo'lganda og'riqli jinsiy aloqa kuzatiladi. Bu og'riqli jinsiy aloqa ertaga sizga inobatga olmasangiz, og'riqni inobatga olmasangiz bo'ladi-da, bo'lib turadi deydigan bo'lsangiz, ertaga shu og'riq sizga qimmatga tushadi. Og'riq sababini topish uchun albatta o'z tekshiruvdan o'tishingiz hamda ginekolog konsultatsiyasiga uchrashingiz lozim. Agar og'riqni e'tiborsiz qoldirsangiz, kelajakda sizga katta asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, dugonalaringizga bu videoni jo'natib qo'ying.